Farzandidan erta ayrilganlar haqida. 2022-yilda Cristiano Ronaldo va uning rafiqasi Jorginho Rodriges egizak farzand kutayotgan edilar. Afsuski tug'ruq vaqtida o'g'li vafot etdi. Egizaklardan qiz farzand omon qoldi. Bu voqea Ronaldo uchun juda og'riqli bo'ldi. PSG bosh murabbiyi Luis Enrique 2019 Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. 2009-yilda 9 yoshli qizi Hanna Enrikeni yo'qotdi. Qizaloq saraton kasalligidan vafot etdi. Enrike bu davrda oilasi bilan birga bo'lish uchun murabbiylik faoliyatini vaqtincha to'xtatgandi. 2021-yil avgust oyida Mixail Ballikning 18 yoshli o'g'li Emiliano Ballik Portugaliyada kvadrotsikl halokatida vafot etdi. Bu voqea butun sport jamoatchiligini larzaga keltirgandi. Mart oyida o'zbekistonlik taniqli bokschi Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizi vafot etdi. G'iyosov bu paytda Amerikada edi va qizini afsuski so'nggi manzilga kuzata olmadi. Yigit kishining boshiga nima tushadi hech kim bilmaydi. Qanaqa sizga sinovlar keladi. Alloh har kimni har qanaqa sinaydi-da. Bilar ekanki, bu narsani ko'tara olaman. Shu uchun shunaqa manga o'ylayman, sinov berdi.